Ey, hoziroq bo'ydan ketasan. Doniyor akam meniki. Tushundingmi? Asabimni buzma-da. Bor xonangga. Shu uyda yashayotganingga rahmat degin. Ey, agarchi asabimga tegadigan bo'lsang, mana shu pichoq bilan bo'g'izlab o'ldiraman, tushundingmi? Jinnimisan? Nima qilyapsan? Qo'y joyiga. Qo'y pichoqni. Tushundingmi? Qo'ymayman. O'ldiraman, tushundingmi? Oy. Ha, bola? Oy. Oyijon. Ha? Ha? Jinni Nima ekan bo'lyapti? O'ldiraman deydi, yaramas oyijon. Oy. Sevaraman Qanaqa bola. xotinga uylangansiz? Pichoqni qo'ying joyiga, bola. Oyijon. Men emas. Qarang, Doniyor aka, bolamizni o'ldirmoqchi. Sevara, sendan buni kutmagandimmi? Doniyor aka. To'g'ri tushunsangiz-chi, menda ayb yo'q. O'zi tashlanyapti menga. Voy yolg'on gapirishini, bezbetligini qarang. Nima bo'ldi o'zi bu kelinga? Qip-qizil jinni ekan oyijon, bolang bilan o'ldiraman ketmasang deydi. Nima bo'ldi unga?